Bugun biz poliglotga ingliz tiliga ketamiz va shuning uchun biz chip-chiroyli bo'lishimiz kerak. Давайте ketdik. Betimizni ortib olamiz. Endi esa mana maskachani bir bala qilib yechamiz. Undan so'ng mana betimiz uvlajeniya qilamizdagi massajlar qilamiz. Kayf qilib, keyin esa qoshimiz tarab olamizdagi maska keyin tepaga toraymiz. Bunday chiroyli qilib. Undan keyin konsiler olamizdagi qoshimiz tagini yaxshilab shu ipodromosday qilib chizamiz, keyin esa raschepka qilamiz. Undan keyin mana pudrani olamiz. Mana betimiz tiniq ekan-ku, shuning uchun pudra ishlatamiz. Такой нежный qilib, bunday chiqin shipaq qilib, mana sponjikni urganday qilib uramiz. Undan keyin bronzer olamiz. Mana bir bala qilib ochib olamizdagan, keyin esa skechkan olib chipaq qilib yuzimizga surtamiz. Undan keyin mana bu tenchalar tarafi bor-ku, ten surtishni o'rniga mana shuni qilamiz. Degan rumyani olamiz. Rumyani ham chipaq qilib, mana ko'zimizning ustiga, yonoqlarimizga hamma joyga chipaq qilamiz. Keyin esa mana pudrani olamiz, rasipchitay. Hamma joyga chipaq qilib qo'yamiz degan. Yo'talib bo'lganimizdan keyin mana kesishga bilan bunday shipaq qilib raschepka qilamiz. Undan keyin mana qoshimizni qoldirg'och qosh qilib chizamiz degan. Mana ipodromosdan o'tib ketsin. Keyin esa mana tushni olamiz, og'zimizni ochgan holatda bo'yaymiz. Bas ham esidan chiqib ketmasin, xo'ppa. Mana keyin podvodka olamiz degan, kichkinagina strelkacha chiroyli qilib chizamiz. Mana highlighter olamiz degan. Basharani yoltillatamiz degan. Toboqday betimizni yoltillatayotgandan keyin hamma joy yoltiladi. Undan keyin biz bitta buni jeb olamiz, потому что labimizni bo'yimizda undan keyin. Keyin mana bir balo qilib shu sochimizni to'g'rilaymiz. Bir balo qilib shu sochimizni yig'amiz, sigir yalaganday qilib laklar sepamiz. Endi soch yuvishga erinimda ertalab, shuning uchun ham shunday chiqin strogi ofisniy variant qildim. Ana men bu sochim kraskalashim kerak edi. Endi tush bilan bunday chiqin qilib qo'yamiz, oq soch ko'rinmasin-da. Ko'ryapsizlarmi? Kiyimimiz ham bo'lsa, hozir to'xtani boshqa kiyim kiyib kelaman. Mana men tayyor bo'ldim. Endi esa IELTSdan 9 ball olishga ketdim. Paka.